Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi xudo xolasa demak bitta yana mavzularni ko'rib chiqamiz. Tak, ekranni share screen qilaman. Bu o'tgan safargi darsimiz. O'tgan safar biz asosan Java'da data type'larni, ya'ni o'sha data type'larda primitive data type'larni ko'rib chiqdik. O'zgaruvchi nima? O'sha savollarga javob bergandik. Yana Java variable declaration memory allocation'da qanaqa joylashishini, o'sha uchun o'zgaruvchi nima uchun kerak, o'zgaruvchi qayerda e'lon qilinadi, hamma o'sha qismlarni demak birgalikda ko'rib chiqqandik. Xo'p, buni mana global o'zgaruvchi, instance o'zgaruvchi, keyin static o'zgaruvchi, keyin demak private, ya'ni o'sha lokal o'zgaruvchi metod ichida, bloklarning ichida bo'lishini hammasini birgalikda ko'rib chiqqandik. Bularga hozircha unaqa ko'p to'xtalib o'tirmaymiz. Data type'lar nima vazifani bajarishlari hammasini birgalikda demak ko'rib nima ish qilishlarini hammasini ko'rib chiqqandik. Byte, short, int, long, float, double har biriga alohida kelgandik. Nima uchun longda elemental e'lon qilinsa L harfi yoziladi yoki floatda e'lon qilinsa F harfi yoziladi o'zgaruvchi unoniga. O'sha type'larni hammasini ko'rib chiqqandik. Buni men pochtaga tashlab qo'yaman. Masalalarni o'zi tayyor bo'lgan. Общий data types va variable'larga oid 77 ta masala bor edi. O'shalarni hammasini tashlab qo'yaman. Bu boshlanishi. Demak, bu yoqqa juda ham ko'p bo'lib sig'ib ketmadi. Darslar boshlanganda bemalol ularni ko'rib pochtadan olsanglar bo'ladi. Yoki o'sha jo'natsanglar, o'sha pochtaga avtomatik ketadigan qilib qo'yganman. Bemalol pochtadan jo'natib, masalalarni olib unaqa qilsanglar bo'ladi. Endi tashqaridan ham topsa bo'ladi, prosta aralashib ketgan, ya'ni o'sha statementlar bilan demak hammasi aralashib ketgan bo'ladi. Demak, bugun ko'rib chiqadigan narsamiz nima? Biz control statement tanlash operatorlarini bugun ko'rib chiqamiz. Control statement tanlash operatori boshqaruv operatorlari ham deb ataladi yoki o'sha tanlash operatorlari deb ham ataladi. Xo'p, biz boshidan demak nimalarni ko'rdik? Boshidan biz o'sha dasturlash o'zi nima uchun kerak? Dasturlashda asosiy dasturlash muhitini sozlash, ya'ni IntelliJ sozlash, undan keyin biz o'zgaruvchilarni o'tdik. O'zgaruvchilar nima uchun kerak dasturlashda? Keyin bu yog'iga biz data type'lar boshlandi. Data type'larda asosan o'sha primitive tiplar. Primitive tiplar nima uchun primitive bo'ladi? Nima uchun primitive wrapper klasslar yoki o'sha o'zida har bir obyektni naqasini o'zida har bir obyektni URLni saqlaydigan, ya'ni o'sha nusxasini saqlaydigan deb nomlanishi, nima uchun unaqa deb nomlanishi, stringlar o'sha har birini birgalikda ko'rib chiqdik. Dastur kodlari ham yaratdik. Dastur kodlari ham yaratganimizda demak IntelliJ'ga o'taylik. Xo'p, share screen qilik. IntelliJ'ga o'tganimizda bizdan nima bor? Lesson 1da lesson 1 degan narsa klass ochamanmi? Lesson 1 degan klass ochib, bu yerda xo'p, zoom qilib ochamiz, method chaqiramiz. Boshda biz bularni hammasini ko'rib ketyapmiz. Men aytdim-ki, oxirida xo'p, tag main self xullas biz mana shunaqa narsa yozdik boshida. Yozganimizda dasturni ishlatib keturdik birdaniga. Endi savol tug'iladi. Xo'p, mana yozibmiz, hamma narsani qilamiz. Xo'p, mana shunaqa dastur mana shu narsalardan iboratmi? Misol uchun men yozaman-da int, misol uchun int
teng 12 int b teng 20 20 deylik. Tak, b teng 20. Xo'p, ikkalasini demak biz qo'shib olganimizda bizda qanaqadir hisob chiqadi, xuddi shunaqa bo'ladi. Endi yana bitta xuddi shunaqa narsa olishingiz mumkin, uni ayirib tashlashingiz mumkin. Men oxirgi anaqadan aytolmanda endi nimayda oxirgi o'tilgan mavzulardan tushuntirib beraman. Ani ayirib tashlashingiz mumkin yoki o'sha xo'p b ni a ga bo'lib olishingiz mumkin yoki o'sha b ni a ga ko'paytirib qo'yishingiz mumkin. Bu qanaqadir o'sha ishlash prinsiplariga to'g'ri keladi. Endi masalan savol tug'iladi. Любой bitta odam so'raydiki, dasturlar shundan iboratmi? Misol uchun men bitta o'zgaruvchi ochaman, ikkinchi o'zgaruvchida a ga shundoqini berib ketiladi yoki b ga shundoqini berib ketiladi. Nima dastur shundan iboratmi? Dasturda faqat shunaqa narsalar yoziladimi deb so'rab qolishi mumkin-da. Biz kameradan to'g'rilaymiz. Dastur shundan iboratmi deb so'rab qoladi. Yo'q, dastur bundan iborat emas. To'g'ri, dastur tepadan pastga qarab tushib kelaveradi, lekin dasturda biz hayotiy misol qilib keltirishimiz mumkin. Siz ertalab soat 8 da turganingizdan keyin 8 da turganingizdan keyin 9 da yana o'sha institutga o'qishga, maktabga borishingiz kerak. 8:30 da metroga yoki avtobusga chiqishingiz kerak. Agar 8:30 da kech qolib ketadigan bo'lsangiz, taksida borishingiz kerak. Bu oddiygina hayotiy bitta misol. Siz soatingizga qaraysiz, demak 8:30 da ulgurmaysiz oстановkaga. Agar siz 8:30 da ulgurmaydigan bo'lsangiz, o'sha deyarli kech qolasiz. 8:30 da avtobusga, 8:30 da keladigan avtobusga ulgurmasangiz, kech qolasiz. Shuning uchun ham demak siz o'sha hech qanaqa imkoniyatingiz yo'q, taksida ketishingizga majbursiz, bo'lmasa ham kech qolasiz. Dasturlar ham xuddi shunaqa nima deydi, hisob-kitoblardan iborat bo'ladi. Faqatgina mana tepadan pastga qarab keladigan kodlardan iborat bo'lmaydi. Misol uchun sal yana kiramiz ichiga. Bankdan pul o'chi olishingiz. Bankda pul o'chi olganingizda hisob kartangizda, hisob raqamingizda, kartangizda misol uchun minimumda siz yechmoqchi bo'lgan summadan yana 0,2% ko'p bo'lishi kerak. Bu degani 100 ming bo'ladigan bo'lsa 102 ming yoki 100 ming bo'ladigan bo'lsa hozirgi paytda 0,01%, ya'ni 101 ming bo'lishi kerak. Agar siz kartangizda 100 ming bo'ladigan bo'lsa ham 100 ming pul yechmoqchi bo'lsangiz, hech qachon pul yecha olmaysiz, chunki uni o'zini xizmat haqqi bor. Har bir bankomat xuddi shunaqa narsa. Sizning kartangizdagi pul agar yechmoqchi bo'lgan mablag'ingizdan katta bo'ladigan bo'lsa yoki mablag'ingizga yetadigan bo'ladigan bo'lsa, siz saksiz, ya'ni bankomatdan har doim pulni yecha olasiz. Agar demak yetmaydigan bo'lsa, siz hech qachon bankomatdan pulni yecha olmaysiz. Xuddi shunaqa narsa bor. Hayotda ham mana shunaqa tekshiruvlar, har xil o'zingiz bilmagan holatda mana shunaqa narsalar bor, mana shunaqa imkoniyatlar bor. Misol uchun boshida ham aytgandik, ertaga yomg'ir yog'masa sport zaliga boraman, agar ertaga yomg'ir yog'sa sport zaliga bormayman. Bu bitta tekshiruvda. Agar yomg'ir yog'masa boradi, yomg'ir yog'sa hech qayerga bormaydi. Bu xuddi tekshiruv. Javada ham xuddi shunaqa tekshiruvlardan iborat bo'ladigan, dasturlashda ham xuddi shunaqa tekshiruvlardan iborat bo'ladigan, o'sha hozir aytib turibmiz, shunaqa narsalar bor. Faqatgina kod tepadan pastga emas, unda har xil tekshiruvlar bo'lishi mumkin, unda har xil sikllar bo'lishi mumkin. Misol uchun siz hozir bitta misol keltiraylik. Tak. Siz misol uchun har bir minutda qanaqadir ish bajarishingiz kerak. Har bir soatda deylik, qanaqadir ish bajarishingiz kerak-da. Har bir soatda qanaqadir ish bajarishingiz kerak. Bu siklga misol bo'ladi. Har bir soat aylanishini hisobiga yoki har bir minut aylanishini hisobiga siz qanaqadir ish bajarasiz yoki sizga qanaqadir amaliyot, qanaqadir nimadir bo'ladi. Misol uchun ba'zida ham xuddi shunaqa misol keltirib chiqish mumkin. Tak,
nima desa bo'ladi? Hafta kunlarini misol qilaylik. Hafta kunlari demak siz haftada demak dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma ishlaysiz. Bu sizni ish kunlaringiz. Shanba, yakshanba bo'lsa, bu sizni dam oladigan kunlaringiz. Siz oldindan buni bilasiz. Qaysi kunda dam olishingizni, qaysi kunda ishlashingizni, qaysi kunda yana ishdan vaqtliroq chiqishingiz mumkin, ishga vaqtliroq borishingiz mumkin, ishdan kechroq chiqib, ishdan kechroq borishingiz mumkin. Bu oldindan bajarib qo'yilgan shartlar asosida amalga oshadi. Sizda bitta qiymat bo'ladi, value bo'ladi. Bu oldindan bajarib qo'yilgan shartlar asosida amalga oshadi. Xo'sh, bu dasturlashda ham xuddi shuning uchun ham mana уже biz dasturlashda o'zgaruvchilarni o'tdik. O'zgaruvchilardan keyin bizada control statementlar keladi. Control statement tanlash operatorlari, boshqaruv operatorlari. Boshqaruv operatorlari nima vazifa bajaradi bizga? Men hozirgi o'zim tilim bilan aytib o'tirman. Misol uchun hayotiy bo'lgan o'sha tekshiruvlarni, hayotiy bo'lgan o'sha xilma-xillikni bizga mana shu tanlash operatorlari beradi. Hozirdagi o'sha bankomatga borib pulingizni yetishingiz yoki ishga nechida bora olishingiz yoki o'qishdan kech qolmasdan nechida borishingiz, shunga o'xshagan narsani bizga tanlash operatorlari dasturlashda o'sha xilma-xillikni ko'paytirish, ya'ni dinamikani oshirib berish uchun hozir mana yozgan kodimiz faqat statik bo'lib qoladi. 2 ga 2 ni qo'shib 4 hosil qilish, 4 ga 4 ko'paytirib 16, 16 ga 10 ni qo'shib 26, xuddi shunaqa yoki 16 ga 4 bo'lib 4 qoldirish. Bu juda ham sodda va simple kodlar hisoblanadi. Bu o'sha dasturlashda ham eng sodda o'sha boshlang'ich basic qismida o'tiladi. Lekin bu bizga kod har doim dinamik, ya'ni o'zgaruvchan bo'ladi. Misol uchun faqat yuqoridan pastga emas, qanaqadir u yerda operatsion amallarni ko'paytirish, bo'lish, qo'shish yoki sikllar bilan ishlash yoki qanaqadir tekshiruvlar yoki qanaqadir bitta qiymat berib o'sha qiymatni nimaga tegligini yana chiqarib berish, xuddi shunaqa dinamika ustiga qurilgan bo'ladi dastur. Xuddi shuning uchun ham dasturlashda tanlash operatori, boshqaruv operatorlari ham kirgizilgan. Bitta yozuvda Java dasturida kod qatorida yordamida pastga qarab ketma-ket bajariladi. Xuddi biz aytgan joyimiz, lekin ba'zi hollarda biz shart qo'yishimiz, tanlov qilishimiz yoki qaysidir kodni bir necha marta takrorlashimiz kerak bo'ladi. Shunday boshqaruv operatorlar bajaradi. Bu boshqaruv operatori nima uchun kerak? Kodni oqimini, harakatni yo'nalishini boshqarish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha harakatni boshqarish uchun sizga har doim oldindan berib qo'yiladi. Sizda demak dasturingizga kirish uchun har bir foydalanuvchi login parol terish kerak. Login parol oldindan siz o'sha login parolni siz unga bergan bo'lasiz yoki oldindan belgilab qo'ygan bo'lasiz. Demak o'sha login parolni tersagina siz dasturingiz uni tekshiradi. Misol uchun dasturga kelgan login keladi, parol keladi. Bazadagi yoki qanaqadir vaqtinchalik saqlab turadigan array listlardagi bularga hal kelamiz. Listlardagi o'sha har bir foydalanuvchini login parol orqali bir-birini merge qiladi, tekshiradi. Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa dastur ichiga kirgizib yuboradi, agar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa siz parolni xato kirgizdingiz deb hech qachon dastur ichiga kirgizmang. Bu yerda ham o'sha tekshiruvlar bor. Kod oqimi harakatlanish, qaysi kod ishlashni tanlash shart asosida qanday qilib qaysidir kodni qayta bajarish, ya'ni takrorlash, boya o'tib o'tdik o'sha sikllar yordamida dastur oqimini demak kerakli joyga yo'naltirish vazifalarini bajaradi. Control statement hayotiy misol ATMda semafor signal chirog'ida, semaforda ham xuddi shunaqa misol. Semafor misol uchun hamma biladi, 1 minut misol uchun hozirgi paytda oldin vaqtlarni ko'rsatmasdi, hozirgi paytda vaqtlarni ko'rsatadi. Qizil misol uchun 70 sekund, 60 sekund, 1 minut, 50 sekund, 40 sekund yonib turib, o'sha vaqt o'zini nihoyasiga yetgandan keyin sariq o'tadi. Sariq ham o'zini nihoyasiga yetgandan keyin qanchadir 5 sekund, 10 sekund, 5 sekundga turgandan keyin sariq ham demak yashilga o'tadi. Yashil ham bir 15-20 sekund turgandan keyin yana qizilga o'tadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa tekshiruvlar bor. Qizilga belgilab qo'ygan vaqt oralig'i bor. Shu vaqt tugasa demak u sariqqa o'tadi. Sariq ham belgilab qo'ygan vaqtlar bor. Shu vaqtlar tugasa u yashilga o'tadi. Yashilda ham xuddi shunaqa narsa. Demak bu yerda ham o'sha belgilangan joyga boradi. Lift ishlashi ham xuddi shunaqa.
siz 9-chi etajsiz 9-chi etajga olib chiqadi, 5-chi etaj 5-chi etajga yoki podvalga siz podvalga shunaqa joylarga bemalol olib chiqib qo'yadi. Telefonni pin kodi ham xuddi shunaqa. Misol uchun bilsanglar, pin kod terganda ham hozir aytib o'tdim, dasturga ham, telefonga ham bir xil narsa. Pin kod terganda ham misol uchun xato terib qo'ysa, deyarli даже o'sha 3 marta beriladigan imkoniyatni ham ko'rib chiqsa bo'ladi. Misol uchun 2 marta siz telefon pin kodini xato terdingiz, 3-marta blokka tushadi. Nechadan minutdan keyin hammasini xullas kodda yozilgan bo'ladi. Misol uchun 2 marta telefon kodini terdi, xato terdi, 3-marta ham xato terganda где-то bir yarim soatga, 1 soatga o'zi bloklanadi. Bu degani demak telefonni haqiqiy foydalanuvchi emas, o'sha kimdir qo'liga tushganini dalolat beradi yoki kimdir telefonni kodini bilmasdan natijasida o'sha kodlar oldindan yozib qo'yilgan kodlar ishlaydi bu joyda. Do'kon mahsulotlarini izlash ham, misol uchun do'konda siz qidirgan narsani topganingizdan keyingina siz uni qidirmaslikni davom ettirasiz. Ungacha qidirib o'sha do'kondan mahsulotlarni olishni yana boshlayverasiz. Tanlash operatorlari bizga shuning uchun kerak, dasturlashda nima uchun kerak deganda mana shunaqa hayotiy misollar bilan bemalol tushuntirib ketursiz bo'ladi. Demak, control statement, ya'ni tanlash operatorlari ham o'zi bir necha guruhlarga bo'linar ekan. Selection statement, iterative statement va jump statementlarga bo'linadi. Demak, selection statement bugungi mavzuimiz bizani. Selection statement o'zi if else va if else va switch statement operatorlari bilan bugun biz ko'rib chiqadigan mavzumiz shu. Xo'p. Simple if debdi. Simple ifda biz asosan ifni operatorini ko'ramiz, ifni qanaqa ishlashi va qanaqa narsani tekshirib berishini ko'ramiz. Demak, if statement bizada if statement. Xo'p, bizada skaner hozircha mana metodlarni o'tamiz. Metodlarni o'tib bo'lganimizdan keyin deyarli skaner kerak bo'ladi bizga ko'p joyda. Shuning uchun ham biz skanerdan orqali foydalanamiz. Skaner orqali foydalanamiz. Shu konsuldan siz nimadir kirgizasiz va skaner beraveradi bizga. Scanner make new scanner sistemani ichkarisidan beriladi. Xo'p, demak kelinglar bitta misol yozaylik. Tak, kirizayotgan sonimiz misol uchun xo'p, tak kelinglar int bitta soat qilaylik. Son kiriting. Son kiritingda println topib tashlaymiz. New line degani u, bilasizlar, new line ya'ni yangi qator bilan yozing degani, uni kerak emas bizga. Int bizada a degan o'zgaruvchimiz bo'lsin. Bu o'sha demak skanerni next int ya'ni o'sha kelayotgan songa teng bo'lsa. Endi bizada if operator keladi. If deb yozsanglar o'zi birinchi chiqarib beradi. If'ingizga qaramanglar, faqat if o'ziga qaranglar. If desanglar bizga bitta demak amaliyotni bajarish uchun if beradi. Ifni ichi nima bo'ladi? Ifni ichi har doim true false qaytaradigan bitta qavs ichi bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Bunda hozir bajaramiz. Kelinglar, a emas demak musbat yoki manfiy sonligini biz aniqlab olishimiz kerak. Foydalanuvchi bizga demak skanerdan son kiritadi. Biz o'sha kiritilgan sonni musbatmi yoki manfiyligini chiqarib berishimiz kerak. Buning uchun nima ish qilamiz? Juda ham hamma biladi. Misol uchun kelayotgan son agar 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa musbat, 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa manfiy son bo'lishini aniq hamma biladi. Buning uchun nima qilamiz? A emas, katta bo'lsa 0 dan. Demak biz hozircha faqat musbatligini aniqlab turamiz.
demak musbat son deb chiqarib beramiz buni. Mana if statement ishlaydi shu yerda. Agar ayimiz 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bu musbat son bo'ladi. Ishlatib ko'ramiz. Demak, menga ko'rinyapti. Demak, bizda musbat son. Endi simple if ishlatdik. Simple if hozir mana bu yerda bor edi. Qaranglar, bu yerda nima ish bo'lyapti? Condition kelyapti. Bu joyda mana condition kelyapti. Misol uchun tekshiruv payti kelyapti. Agar mana shu joyda condition kodimiz demak mana bu ichkari har doim true false qaytaradi. Mana shu joyini o'zi. Bu joy true false qaytaradi. Mana shu qiymat, mana shu qiymat ichi ifni har doim true false'ligiga qaraladi. Agar mana shu joyga true qaytaradigan bo'lsa, обязательно if ichiga kiradi. Buni ko'rishingiz ham mumkin. Agar false qaytaradigan bo'lsa, demak ifni ichiga kirmaydi. Demak, men kelinglar, mana bu yerda bir yozaman. Hech narsa qaytarmaydi, chunki ifni ichiga hech qachon kirmaydi. Mana bu elementda ifni ichiga kirmaydi. Mana bu ham xuddi shu narsani tushuntirgan, condition kelyapti. Agar u if condition is true bo'ladigan bo'lsa, demak pastga qarab tushib ketadi. Demak, bu if condition is false bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa qarab tushib ketadi. Men hozir shu joyda kerakli bir narsani ko'rsatib ketaman sizlarga. Demak, dasturlashda eng kerakli narsalardan biri bu breakpoint, ya'ni debug bilan ishlash hisoblanadi. Debugsiz juda ham qiyin bo'ladi. Debugni ishlash texnologiyalari ham o'sha kodda kod yozganlaringizda har bir kodingizni demak qayerda xato bor, qayerda nima bor, o'shani ko'rsatib berib turadi. Demak, biza debugga ishlatganimizda qanaqa bo'ladi? Mana o'zi mana bu sonlarni ustiga olib kelganingizda qizil belgi ochilib qoladi. Dumaloq belgi, bu breakpoint belgisi. Shuni bosganingizda demak kodingizni to'g'risidan, ya'ni o'sha demak nechinchi? Ya'ni o'sha 10-qatordan demak if 10-qatordan debug ishlashni boshlaydi. Breakpoint qo'ydingiz siz. Demak, breakpoint qo'yganingizdan keyin mana bu yerda asosan biz run qilardik. Uni bosib turib o'z ko'rsatardi. Run lesson 1 main degan anaqani run qilardik. Endi debugda lesson 1 mainni run qilamiz, bosamiz ustiga. Demak, ikkita joyga qo'ygan ekanmiz. Xo'p, mana keldi. Birinchi qo'ygan joyimizga, ya'ni 6-qatorga keldi. 7-qatorga 7-qatorda turibdi. Bu 7-qator nima deydi bizga? Shunda olamizda biz. Mana bu joyni bossanglar, bu joyda evaluate degan expression degan bir narsa bor. Evaluate expressionga kirib turib, xohlasanglar bu yerdan men eng ko'p foydalanadigan joyim shu. Evaluate expressionda mana shu narsa nimaligini ko'rsatib beradi. Hamma narsa null kelgan, matchersga kirib turib value ni bossanglar ham, matchersda ham hech narsa yo'q. Buni bibliotekalari bor, qayerdan kelgani hammasini buffercha ko'rsatadi. Java util Regex ichidan olgan, matchers mana Java util scanner o'z ichidan olgan hisoblanadi. Yoki mana bu joyga shundoqqina ustiga bosib turib, win ni bossanglar yoki Windowsda bilmayman. O'sha ustiga bosib turib bossanglar nimaligini bamdan ham chiqarib beradi. Bemalol mana hali yangi o'zgaruvchi scanner degan new va nimalar qayerdan olib kelganini ko'rsatib beradi. Scanner o'zini ustiga bossanglar ham qayerdan kelgani bor, o'sha util ichidan olgan. Java util ichidan oladi. Package bor, Java util degan, o'shaning ichidan olib input stream, this new input stream reader resource which pattern deyilgan. Bu ichiga kirishingiz shart emas. Prosta men qayerdan kelganini sizlarga ko'rsatib berdim buni. New qilib obyekt olinadi. Endi qaranglar. Demak, mana bunaqa narsa bor. F8 ni bossanglar, demak bitta qadam yuradi. 7-qator, 8-chi, 9-chi, 10-qator yuradi. Birdaniga F9 ni bossanglar, mana ikkita breakpoint qo'yib qo'yganman. Mana shu birinchi breakpointdan ikkinchi breakpointga sakrab ketadi. F9 da xuddi shunaqa. F8 da bitta qator bo'lib yuradi. F9 da birdaniga sakraydi. Men hozir mana F8 ni bosaman. Mana 8-qatorga keldi. Nima deyilganini ko'rinadi. Yana mana olib turib, misol uchun boyagi joyga borib turib chiqarib olsanglar,
nimaligini sizlarga men pastda ko'rsatib beradi. Seout qilsanglar undefined yo'q, kerak emas. Hozir bu seout ichiga console undefined hozir chiqqandan ko'rinadi. Bu nimaligini ko'rsatdi. Ya'ni bitta F8 bossanglar buni ko'rsatadi. Demak bizda konsolda son kiritishimizni so'rab turibdi. Ikki marta son kiriting degan, 12 sonini kiritaman. Xo'p, enter bosaman. Skannerga keladi. Mana shu joyda tekshiradi. Demak, true ekan, ko'rasizlar. True yoki false dedim bo'yi. Mana shu qiymat true ekan. Bu qiymatni unda olib turib, if uning ichida ko'rsangiz ham bo'ladi, bemalol. Result undefined. Hozircha. Demak, mana buni ustiga bosib turib, nima qiymat qaytarayotganini ham bemalol bu yerda ko'rib olsanglar bo'ladi. Demak, u xuddi boyagi mana bu narsa. Agar condition if conditionda is true qaytaradigan bo'lsa, condition kodga o'tib ketadi. Mana condition kodga o'tib ketadi. Aks holda condition ifda false qaytaradigan bo'lsa, mana bu kod bajarilmaydi-da, pastda shuni o'qib tushib, pastga qarab tushib ketadi. Bu if ishlash texnologiyasi, if ishlash amaliyoti. Ifda asosan shu ko'rsatuvdi, conditionda yoki true yoki false qaytaradi. Shunga qarab turib, agar true qaytarsa, code qismiga o'tib ketadi. Conditional kodga o'tadi. Agar u false qaytaradigan bo'lsa, umuman if ichiga kirmaydi va aylanib chiqib ketadi. Bu if asosan ishlaydigan prinsip. Debugga ham tushuntirdim. Hozir debugga endi yana ko'ramiz. Debug rejimda ishga tushiramiz. Demak, bizga skanner. Men F9 bosaman. Hop, F9 bosganimda, demak bizda son kiritishimizni so'raydi. -1 kiritaman. Ko'rdinglar, men sistem bilan men ikkita narsani tashlab ketdi, sakrab o'tib ketdi. F9 bosganim uchun false qaytardi. Nima uchun false? -1 kiritganman. -1 kattami 0 dan degan savol bunaqa tekshiruv qo'yganmiz. Asosli -1 katta emas 0 dan. Shuning uchun ham men bu if ichi false qiymat qaytardi. Shuning uchun ham demak, hozir ko'rasizlar, if ichiga kirmaydi. Bu ya'ni F8 bossak, if ichiga kirmasdan turib sakrab o'tib ketadi. Xuddi shu narsa. If ichiga kirmadi, false qaytargan uchun sakrab o'tib, keyingi jarayonlarni amalga oshiradi. Kodni to'xtatishni F9 bosaman, hech qanaqa qiymat chiqmaydi. Shuning uchun ham demak, shuning uchun ham o'sha if ichiga kirmaganligi uchun ham if ishlamadi. Nested if else. Xo'p, endi yana bitta. Xo'p, demak, men hozir demak faqat musbat sonini uchun qildim. Men musbat sonini +1 2 3 deb sam if ichiga kiradi. Demak, kelinglar, foydalanuvchi mana bu yerda men misol uchun -1 kirgizyapman-da, o'sha -1 ni qanaqa sonligini bilmayapti-da. Bu odam aytadi, bu qanaqa son, sen kirgizgan sonini bilmaydi-da. Men bu yerda sizga faqat ko'rinish qoladi. Men -1 kirgizaman. Demak, unga if ichiga kirmadimi? If ichiga kirmadimi? Nimadir qiymat, unaqa notification degan narsa yoki nimadir qaytarib berishimiz kerak. Shunda else qiymat bizga yordamga keladi. Else da har doim if da false qaytadigan bo'lsa, else ichiga kiradi. Yoki if da har doim true qaytadigan bo'lsa, else ichiga kirmaydi. Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Else ishlagan joyda if ishlamaydi. If ishlagan joyda else ishlamaydi. Nima demoqchiman? If ni ichi har doim condition, ya'ni o'sha tekshirilayotgan, chiqarilayotgan joy true qaytarsa, else hech qachon ishlamaydi. Agar if ni ichi false qaytaradigan bo'lsa, else qiymatga har doim kiradi. Bu degani mana else yozamiz biz. Else qiymat yozamiz. Nima foydalanuvchiga bu manfiy son deymiz. Bu manfiy son deb biz else ni qiymatini chiqarib qo'yamiz. Biz 13-qatorga breakpoint qo'ydik. Xo'p, tekshiruv keladi. F8. Demak, bizdan son kiritishimizni kutadi. Men yana -1 kirgizaman.
Hop, tekshiruvga keladi. Demak, bu -1 katta emas hech qachon 0 dan. Demak, condition ya'ni kod qismiga kirmaydi va albatta else qismiga tushib ketib va sizga qanaqadir qiymat qaytarib beradi yoki o'sha kod qismini qaytarib, bu manfiy son. Xuddi mana shunaqa condition kodi bo'ladi. Agar mana shu condition false qaytaradigan bo'lsa, else blokka boradi. Mana else blokka borib turib, keyin oxiriga yetadi. Agar condition true qaytaradigan bo'lsa, boyagi if qaytarib tekshiradigan joyimiz. Kod if blok, o'sha if blokning ichidagi kodni hisoblaydi, amalga oshiradi, boshqa narsa qiladi. False hech qanaqaga kirmaydi, else hech qachon kirmaydi. Else if bo'lgan joyda else bo'lmaydi, else bo'lgan joyda if bo'lmaydi. Bunga kirgan narsa bunga kiradi, bunga kirgan narsa bunga kiradi. Endi yana bir narsa bor. Tak, mana bu yerda else if condition ham bor. Else if condition qanaqa bo'ladi? Xo'p, men kelinglar endi bunga bitta son kiritaman. Men bunga tak, mana son kiritishimni so'rayapti. 0 sonini kiriting. 0 sonini kiritganda esga tushib ketadi, lekin bu xato. Nima uchun? Bu manfiy son ham emas, musbat son ham emas. Demak, 0 manfiy son ham bo'la olmaydi, musbat son ham bo'la olmaydi. Lekin bizda hozir kodimizda 0imizni bu manfiy son deb chiqaryapti. Bu sal noto'g'ri hisoblaydi, noto'g'ri bo'lganini bildiradi. Shuning uchun biz o'z kodimizni o'zgartiramiz. Not kiritdik. Not kiritganimizda ifga kirmaydi va nima bo'ladi? Agar mana shu joyda teng ishorasi bor, bilasizlar. O'shani teng qilib qo'yadigan bo'lsak, bu musbat son deb yuboradi bu. Bu musbat son deb qo'yadi. Demak, biz xato bo'lmasligi uchun yana bitta tekshiruvni amalga oshirishimiz kerak. Xo'p, bu nima katta bo'lsa, kelinglar mana shu joyda bitta shart yozamiz yana. If else if deymiz. Yana bitta o'sha if dan keyingi shart bo'ladi bu. Demak, i'imizdan katta bo'lsa 0. Bu bizda manfiy son bo'ladi. Yoki shu joyini o'zida ham yozib ketsa bo'ladi. Else ifning ichiga biz yana bitta if qo'shaylik. Demak, boyga yozib aytgan narsamizni qo'shamiz, xato bo'lmasligi uchun. Tak. Kerak emas. Tak, xo'p, biz tekshirishimiz kerak. A'imiz agar teng bo'lib qolsa 0 ga, bizda 0 bo'ladi. Siz kiritgan son 0 ga teng. Bu musbat ham emas, manfiy ham emas. Shunaqa qilib chiqarib beramiz. Kodni to'g'rilash. Demak, endi kiritgan soniga qarab turib, biz har doim demak javob qaytarib beramiz. Demak, u 0 dan katta bo'ladigan son kiritsa, musbat son chiqadi. Agar u 0 ga teng bo'ladigan son kiritsa, 0 ga teng degan javob beradi. Agar 0 dan kichkina son kiritsa, u manfiy son deb chiqarib beradi. Kelinglar, mana qilaylik. Xo'p, men 0 kiritdim. Siz kiritgan son 0 ga teng. Bu musbat ham, manfiy ham emas degan so'zni kiritib berdi. Endi sal mantiqiy tarafdan to'g'ri bo'ldi. Musbat son. Xo'p, -1 yozamiz. -1. Bu manfiy son. Mana if else bloklari mana shu joyda ishladi. Demak, sonlarni kiritayotganimizda har bir sonimizni mana shunaqa qilib amalga oshirishimiz kerak.
Misol uchun demak u 0 sonini kiritib qo'ysa 0 san kiritgan son yoki 0 dan katta bo'lsa san kiritgan son musbat son yoki 0 dan kichkina bo'lsa san kiritgan son manfiy son deb uni har birini chiqarib berishimiz kerak. Mana shunda dasturimiz dinamik bo'ladi. O'sha kirgan har bir berilayotgan requestga, ya'ni o'sha skanerda berilayotgan sonlarga to'g'ri responslar, ya'ni javoblar qaytadi. Misol uchun 0 kiritib qo'ysa, dastur bilmaydi, foydalanuvchi 0 kiritib qo'ysa nima bo'lyapti dastur. Sizda ham misol uchun hozir yana aytib o'tdim. Sizda ham misol uchun pulingiz yetmasa, kartangizda sizga bankomat sizda mablag' yetarli emas yoki o'sha пополнить счет balans yoki qanaqadir anaqangizni to'ldiring, sizda hali mablag' yetarli emas degan SMS chiqaradi-ku. Misol uchun siz bankomatga yozib turib, kartangizni nomerini yozib pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, siz shotingizda bo'lmasa, u yoqda tranzaksiya amalga oshmasa yoki shotingizda pul yetmay qolsa, xatolikda anaqa bo'lib qolsa, siz bilmaysiz hech narsa bo'lganini. Sizda shuning uchun ham mana shunaqa kod yoziladi. Sizda haqiqatdan ham mablag' yetarlimi yoki siz boydagi parolingizni 4 ta parolingizni yoki 4 ta 1, 4 ta 0 4 ta 0 4 ta 1, 4 ta 6 shunaqa qilib parolingizni noto'g'ri kiritdingizmi? Siz bilishingiz kerak nima xato qilganingizni. Bankomat sizga chiqarib berishingiz. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu endi eng simple varianti, siz o'shanga taqqoslayvering. Misol uchun bankdan pul yetishingizga xuddi o'sha narsaga taqqoslab, mana shu kodlarni ham olib keltiring. Men son kirityapman 0 chiqyapti. Men son kirityapman 1 chiqyapti. Men son kirityapman 0 ga teng bo'lyapti. Men son minus son kirityapman manfiy son. Men musbat son kirityapman, musbat son deb menga chiqarib beryapti dastur. Bu eng oddiy simple tarafini ko'rib chiqdingiz sizlar bilan. Pasportda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Misol uchun kelinglar. Klasik kelaylik. Xo'p, skanerdan kiritdi, son kiriting deydi. Tak. Xo'p, son kiriting deganda bu skanerda next olsin. Xo'p, bizada demak ayimiz demak teng bo'lmasa 1 2 3 4 5 6 7 8 ga demak men parolim 1 dan 8 gacha parol xato qayta urinib ko'ring. Solda else yozsangiz ham bo'ladi, yozmasangiz ham bo'ladi. If ga kirmadimi? Else ga tushib ketadi. Aks holda parol to'g'ri yozildi. Parol to'g'ri yozildi. Endi men hozir son kiritaman. Parol xato qayta urinib ko'ring. Parol to'g'ri yozildi. Xuddi shunaqa narsa. Nima uchun kerak? Endi professional dasturlar, dinamik dasturlar o'sha murakkabroq, ya'ni bekriplanadi pasport bekriplanganligi tekshiriladi ba'zan qanaqa bu kirayotgan pasport bazadagi pasportga teng, xuddi shunaqa yoki vaqtni saqlab turganligiga teng. Buni hali biz kelamiz. O'sha portfolio uchun proyekt qilinganda oldingi safar ham qilganmiz. Xuddi shunaqa dasturga kiradi. Dasturda xuddi backendini yozilgan yo'da. Avtorizatsiya, autentifikatsiya, o'sha o'ziga qarab turib admin, o'sha rol beriladi sizga, o'sha rollardan foydalanib qaysisinga permission bor, qaysisida permission yo'q, xuddi o'sha narsalar qilinadi. Prosta biz Postgres ishlatmaymiz, biz arraylardan foydalanamiz, listlardan foydalanib ishlaymiz. Mana shu portfolio uchun asosiy proyektlar bo'ladi. Postgresga kelinganda ham, Postgres tushuntirilganda ham misol uchun Postgres kuchli unaqa bo'lmaydi. Lekin o'sha koding tarafidan baribir bu portfolio uchun kamida 5 ta proyekt qilinadi.
o'sha joyda murakkabroq tekshiruvlar bo'ladi. Hozir faqat siz if else bloklari yoki o'sha bloklarni nima uchun ishlashini tushunib olishingiz kerak. Demak, kelinglar, mana bu yerda bitta boya nested ifni ko'rgandim men. If else, nested ichki if else, if ladder boya. If else, if nested ifga kelamiz. Xo'p, nested ifga kelganda nima bo'ladi? Xo'p, I emas, demak bizada I emas, demak 0 dan musbat son deylik bu. Xo'p, bu musbat son. Musbat sonni ham endi bizga tog' yoki juftligini bilishimiz kerak. Musbat son 3 yoki 4 yoki 5. 5 sonimiz juft son. 5 sonimiz tog' son, 6 sonimiz juft son. O'shani ekranga chiqarishimiz kerak. Demak, mana bu yerda yozib ketamiz. Demak, I emas. I emas demak katta bo'lsa 0 dan, demak bu musbat bo'ladi. Yana bitta shart beramiz. Agar I emas bo'linganda kiga teng bo'lsa 0 ga, bu son bizada siz kirit son demak musbat juft son bo'lsin. Tak, else holatida soat siz kiritgan son demak musbat 90 bo'ladi. 90 bo'ladi. Demak, u qoldiqli 2 ga bo'linganda agar hech qanaqa qoldiq qolmasa, u musbat son bo'ladi, aks holda u manfiy son bo'ladi. Demak, nestedda ham ko'rdik, else'da nima bo'ladi? Else if agar u demak I emas teng bo'lsa 0 ga, demak soat yozamiz siz kiritgan son 0 ga teng. Else holati bizga nimani beradi? Else holati siz kiritgan son manfiy son. Ham bu yerda nested if ham bor, ya'ni ichki if ham bor, if ichida else ham bor. Bunga kirmasa, demak biz else if demak u 0 son bo'ladi, 0 ni chiqaradi. Agar bunga ham kirmasa, u demak manfiy son bo'ladi. Kirgizamiz. Siz kiritgan son musbat juft son. Xo'p, 11 kiritamiz. Siz kiritgan son musbat 90. 11 har qatdan musbat 90. Demak 0 kiritamiz. Siz kiritgan son 0 ga teng. Hop, son kiritamiz -10. Siz kiritgan son manfiy son. Oddiy bu qaysini siz kiritgan son musbat juft son. 12 har qatdan musbat juft son. Mana sizga oddiy simple kodlari buni. If else tekshirish har birida. Conditionlarni ham berib qo'ygan. Bu yerda ham tushunarli hammasi. Unda ham biz ko'rib chiqdik har birini. Xo'p, bizda endi switch operatorlari kelar ekan. Demak, Java'da switch statement yordamida ko'pchilik shartlardan faqat bittasi bajarilganda hollarda foydalanadi. U if else if statementiga o'xshab ketadi. Kelinglar, men tushuntiraman. Bular if else if dan farq qiladi. If else if da murakkab algoritmlar tekshiriladi. Misol uchun hozir ko'rib o'tdik. Men son kiritaman.
son kiritganimda demak uni musbatligini yoki manfiyligini, musbat bo'lsa ham uni toqligini yoki juftligini ko'rsatib beradi. Bu eng oddiy tekshiruv jarayoni hisoblanadi, lekin bu yerda murakkab tekshiruvlar ham bo'lishi mumkin. Ertaga unda if else bloklardan yoki nested iflardan, o'sha if ichida if, ya'ni if ichida if, shunaqa narsalardan foydalanib ketadi. Switchda nima qiladi? Switchda o'zi Java 7dan o'sha switchda foydalanib kelingan, Javadan undan oldin 7dan oldin foydalanib kelingan. Switchda xullas nima ish qilinadi? Switchda sizga bitta o'zgarmas konstantali aniq bitta value beriladi, qiymat beriladi. Int, byte, short tipida yoki string tipida ham bor. Demak, aniq bitta qiymat beriladi. O'sha qiymatni siz oldindan belgilab qo'ygan, ya'ni siz o'sha qiymat nimaligini oldindan bilasiz. Faqat switch operatori sizga o'sha qiymatni qaysi holda, qaysi qiymatni qaytarishingizni qaysi holda, qaysi qiymatni qaytarishingizni oldindan belgilab qilib beradi. Mana misol uchun if else'da siz bilmaysiz oldindan nima qiymat bajarilishini. Oldindan nima qiymat chiqishini. Sizga misol uchun skannerdan qanaqadir son kirgiziladi. O'sha sonni siz tekshiruvlarni amalga oshirib, o'sha barobarlar, misol uchun equals'ni tekshirib, qanaqadir o'sha manfiy yoki musbat sonini bilishingiz kerak. Lekin switchda sizga son beriladi, siz uni sonni oldindan bilasiz, nima qiymat olishini, qanaqa qiymatli bo'lishini, lekin siz o'sha berilgan qiymatni qaysi holda, qaysi qiymatni qaytarishini switch operatori yordamida amalga oshiriladi. Demak, asosiy mana demak ko'rinishi bunaqa. Switchda expression keladi. Expression qaysidir qiymat keladi unga va case blogi bo'ladi, value 1 da va code b execute bo'ladi. Demak, value 1 da va oxirida break qismi, break mana shu case 1 ni ishini to'xtatib beradi va case 2 ga o'tmasligini talab qiladi. Ya'ni switch ishini burada to'xtatadi. Break default qiymat siz misol uchun berilgan qiymatdan umuman boshqa qiymatni switch operatoriga tegishli qiymatlar hech qaysi qo'pol qilib aytganda hech qaysi case'ga kirmas, defaultga kirib sizga o'sha default qiymatini qaytarib beradi. Switch demak oldindan biladi nima qiymat kelishini, ya'ni o'sha qiymatlar aniq bitta qiymat kelishi kerak switchga. O'sha qiymatni qaysi holatda, qaysi qiymatini qaysi holatda qaysi valuesini qaytarib berishini ta'minlab beradi. Xolos, switch ishlash prinsipi xuddi shunaqa. Demak, men bitta yozib ko'rsataman. Xo'p, bu less bo'ldi. Xo'p, skanner tursin. Demak, bundan bu else'ga bu demak metod ekan. Demak, menga a degan bir son bordi. Xo'p, kelinglar, mana shuni nima deymiz? Menga foydalanuvchi kun kiritadi. Men o'sha kunni ish kunimi, ish kuni emasligini bildirib berishim kerak. Qaranglar. Kiritadigan kuni ham aniq. 7 kun kiritadi, oldindan belgilab qo'ygan. Demak, 7 kunda qaysi kunlar bo'lishi ham aniq. Men o'zim bilaman qaysi kunlarda ish bo'lishini ham, ish bo'lmasligini ham. Shunga qarab turib, men unga bitta qiymat qaytarib berishim kerak. Bu ham bitta aniq holat. Demak, mana shu aniq holatda vaziyatga qarab turib qiymat qaytarib beradi. Misol uchun, u vaziyat deganda u beriladigan qiymatiga qarab turib, men unga oldindan belgilab qo'ygan qiymatni qaytarib berishim kerak. Hech qanaqa bu yerda tekshiruv bo'lmaydi, hech qanaqa bu yerda demak u musbatligi yoki manfiyligi ko'rinmaydi, else ishlatilmaydi, if ishlasa else ishlamaydi yoki if ishlamasa else unaqa holatlar bo'lmaydi. Bu oldindan o'sha belgilab qo'yilgan, qat'iy belgilab qo'yilgan qiymatlarni qaysi holatda qaysi birini qaytarishimizni belgilab qo'yadi. Switchda olib kelamiz, a ni qiymatini beramiz. Condition hisoblanadi bu. Demak, case'da, demak birinchi case'da nima bo'ladi? Birinchi case'da men qiymat kiritishim kerak bu joyda. Dushanba deydi. Dushanba
dushanba ish kuni. Case 5. Uzur. Hop. Yozib Xo'p, endi demak har birini yozib chiqdim. Demak, case 1 dushanba ish kuni, case 2 seshanba ham ish kuni, case 3 chorshanba ham ish kuni, case 4 payshanba ham ish kuni, juma ham shanba demak dam olish kuni, yakshanba dam olish kuni. Mendan so'raydi. Demak, menga dam olish kuni men kunni kirgizaman, o'sha kun qaysi kun bo'lishini menga chiqarib bergin deydi. Xo'p, biz demak dunyoga keldik. Mana switch operatori expression yozdik, ya'ni o'sha skanerdan kelayotgan qiymatni yozdik, bunga kiradi. Case 1 value ni yozdik, case 1 deganni yozdik va code execution biz ham kiritdik va oxirida break optional break qo'yishimiz kerak. Break qo'ymasak nima bo'ladi? Hozir men ko'rsatib beraman. Break demak case 1 ishini tugatadi. Break ham bu yerda ishini tugatadi. Case 1 ga kirsa, case 1 ni ishini tugatmaydi, break полный switch ishini tugatadi. O'sha qiymatni resultni qaytarib beradi break. Oldindan belgilab qo'ygan demak qiymatlarimiz. Xo'p, bizlar qayerga kelinglar, break point qo'yaylik. Xo'p, mana shu case 3 ga 15-qatorga break point qo'ydim. Demak, men hop kelinglar, 3 kirdik. Nega break point? Break point turanni o'zim qo'ydim. Ikkinga ham qo'yamiz, xohlasa. Yo'q, to'xtanglar. Bitta qo'yamiz, bitta qo'yamiz. Nima bo'ladi? Hop. Tak, men son kiritishim kerak. 3 kiritishim kerak. Demak, case 3 ga kirdi. Biz 3 kiritganmiz. 3 ga kirib turib, chorshanba ish kuni qilib, demak, ekranga chiqaradi va break qilib, qaranglar nima bo'ladi? Break qo'ygandan keyin o'sha switchdan tashqariga chiqib ketadi. Switchdan tashqariga chiqqanda chorshanba ish kuni bo'lib qoladi. Kelinglar, men shu yerda nimadir ish qilaman. Breakni men demak, bundoq turaman. Kommentga olib turaman. Endi nima ish bo'ladi? Demak, men 3 yana kirizaman. Chorshanba ish kuni deb chiqarib berdi va payshanbaga ham o'tib ketdi, chunki break yo'q. Payshanbaga o'tib, payshanba ish kuni ham deb chiqardi va uni breakida to'xtadi. Uni ham break qilsam, chorshanba, payshanba, juma deydi-da va ishini to'xtatadi. Chorshanba, payshanba, juma ish kunlari deydi. Jumani breakida ishini to'xtatadi. Endi tushunarli bo'lgani, misol uchun case ga kirdi. Case ga kirgandan keyin o'sha condition kodini jo'natadi va break qilib, mana shu case ishini tugatadi. Bu breakning asosiy vazifasi. Qo'ymasanglar, hozirdagi biz o'zi chorshanba degan resultni oldik, payshanba, juma deb xato resultlar chiqarib berib ketadi. Biz o'zi casedan, demak,
o'zimizni rezultatimizni oldikmi, bo'ldi, уже bizga hech narsa kerak emas. Demak, break qilib qo'yib ketaversin. Endi bitta savol bor menda, mana shu joyda men hozir aytib o'tdim, bu nima xato bo'layotganini har bir foydalanuvchi nimadir kiritib qo'yganda dasturimga nima xato bo'layotganini обязательно ko'rsatish kerak. Hozir men 8 sonni kiritaman. Demak, bizada keysimiz faqat 1 dan 7 gacha bo'ladi. 8 sonni kiritsam, kutib turadi dastur, hech narsa bo'lmadi deb chiqarib beradi. Foydalanuvchi ko'radi-da, nimaga bu 8 kiritolmayman? Nimaga unaqa bo'lyapti? Uni xayolida bo'lmaydi. 1 dan 7 gacha bo'lgan bir har xil odam bor baribir. Har taraflama o'ylash kerak. 1 dan 7 gacha hafta kunlari misol uchun bir xillar qanaqa ishlar ekan deb testga ham yozib ketishi mumkin, 12 deb ham yozishi mumkin. Hech narsa ko'rinmayapti, foydalanuvchi bilmaydi buni deb mamnun qilib ham o'shaning uchun har xil taraflama tayyor turish kerak. Bizda shu narsani keys ham o'ylab topgan. Demak, nima bo'lgan? Demak, agar keysda belgilab qo'ygan qiymatlar hech qaysiga kirmasa, bitta default qiymat bor. Biz uni chiqarib berishimiz kerak. Default qiymatda har doim keladi. Defaultda birdan hozir misol uchun har bir keysga kirmadimi? Bo'ldi, o'sha defaultga kiradi-da. O'sha defaultni bitta result qilib chiqarib berishimiz kerak. Siz 1 dan 7 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni kirita olasiz. Iltimos 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlarni kiriting deylik. So'nga mana unga уже har bir foydalanuvchiga mana shunaqa notification deymizmi, exception xatlari o'sha boradi. Men misol uchun uni kiritaman, u уже biladi. Siz 1 dan 7 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni kirita olasiz. Iltimos 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlarni kiriting. Bo'ldi. Defaultda mana shu vazifani 7 ni kiritaman. Qanaqadir yakshanba dam olish kuni deb result qaytarib beradi. Mana yana bersam, misol uchun to'g'ri bo'lsa, payshanba dam olish kuni. Endi qaranglar. Bu yerda Java 14 dan boshlab mana shunaqa narsa qilingan. Misol uchun 1 2 3 4 5 6. Tak. Qanaqada? Conditionda shunaqa beriladimi? Tak, mana o'chiraylikchi. Xuddi shunaqa beriladi. Tak. Buni o'chirib tashlaymiz. 5 ga o'tib nima qilingan? 4 5 ketsin. Bo'ldi. Case'da 1 2 3 4 5 ta, demak, hammasi buni har xil yozilgan ekanda. Prosta bizga dam olish ish kuni deb bersam, ish kuni bo'lsin bu. Shu narsani chiqarib bersam, hafta kunini aytmasin, shanba. Endi hafta kuni misol uchun 1 dan 7 gacha bo'lsa, bu narsa ishlamasa ekan, dam olish kuni bo'lsin. Bu ham 6-7 umumiy joyda. Misol uchun faqat dam olish kunimi, ish kunimi, o'shanisini bilib berishimiz kerak. O'shani hisobiga hozir lekin qaysi kun qaysiligini bilish uchun bu narsa ishlamaydi. Java 14 dan boshlab bitta keysga bir necha bo'lgan qiymat berishimiz mumkin, faqatgina ular o'xshash bo'lsa. Demak, har birini takrorlab chiqish shart emas. Misol uchun dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma hammasi ish kuni. Shuning uchun ham biz bitta ish kuni deb yozib qo'yamiz. Shanba, yakshanba ko'pchiliklar dam olish, ya'ni ish kuni emas. Shuning uchun ham dam olish kuni deb yozamiz. Bu agar hafta kuni menga 3-hafta qaysi 3 yozaman, hafta kuni chiqarib bersa ishlamaydi. Chorshanba 3-hafta kuni. Chiqarma tushundingmi? Misol uchun chiqaraman. Ish kuni bo'ladi. 3 ish kuni, ya'ni chorshanba. 7 ni kiridaman, dam olish kuni, ya'ni yakshanba. 56 ni kiritsam, siz 1 dan 7 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni kirita olasiz. Iltimos 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlarni kiriting. Shu. Endi qaranglar. Mana shu case'lar switchda compile time, ya'ni kompilatsiya vaqtida aniq bo'ladi.
compile time'da demak bilasizlar, bu boyagi .javadan .classga o'girayotgan paytda mana shu case'lar run bo'lmasdan oldin compile time'da demak bilib oladi nimaligini aniqlab oladi. Switch demak Java 7dan boshlab stringlarni qabul qilishni boshlagan. Mana o'sha switch mana bu joyda hamma qiymat qabul qilavermaydi. Aniq o'zgarmas konstantalar, ya'ni enamlar yoki aniq bo'lgan intlar, shortlar, baytlarni qabul qiladi. Stringni Java 7dan boshlab qabul qilishni boshlagan. Keyin floatni, double'ni, long'ni qabul qilmaydi. Demak, sizlar mana bu long sizlar o'sha string bu yerda long qiymatlarini selection type of long is not supported deyapti. Demak, switch qiymati long qiymatlarini qabul qilmaydi. Switch bu yerda kompilatsiya vaqtida jump table va hash table kompilatsiya qiladi o'zidan. Long qiymatlar juda ham katta bo'lganligi uchun ularga demak qiymati intdan juda ham katta bo'lgani uchun uni support, ya'ni xizmat qilmaydi longga. Floatga nima uchun xizmat qilmaydi? Floatda aniq bir equalslar bilan amalga oshirilmaydi taqqoslash. Misol uchun 0.1 bo'lgan sonimiz 0. mana kompilatsiya vaqtida mana bu joyda misol uchun mana shu float bo'lsin yoki mana shu kelinglar, long emas, o'zi man demak double yoki floatda bir son kiritaman. Demak f teng 0.1 bo'lsin. Bu bunaqa son ham bo'lishi mumkin. Buni asosan tekshiruvlari boshqacharoq bo'ladi. Tekshiruvlar sal boshqacharoq bo'ladi. Misol uchun 0.0001 ham bo'lib ketishi mumkin. Shu narsani hisobga olgan holatda, aniq son kirmasligini hisobga olgan holatda mana bu narsada switch floatni qabul qilmaydi va double ni ham qabul qilmaydi switch. Switch longni ham qabul qilmaydi. Shuning uchun ham ularni o'sha jump table va hash table kompilatsiya vaqtida qabul qilganligi uchun longni qiymati haqiqatdan ham katta bo'lganligi uchun kast qilgan man support qilmayman, intga kast qilgan deb o'zi aytib talab qiladi. Double va floatlarni aniq bitta qiymatda, aniq bitta sonlarni demak amalga oshirmasligi uchun mana 0.1 yozasizda, lekin kompilatsiya vaqtida u aniq 0.0001 ham bo'lib ketishi mumkin. Shuni hisobiga ham switch qabul qilmaydi, uni qiymati o'zgarib ketadi. Stringni nimaga qabul qiladi? Stringda asosan o'sha taqqoslash metodlari equals, biz hali kelamiz bularga. Taqqoslash metodlari equalslar bor. Shuni hisobiga ham switchlarni qabul qilib ishlashi ham u yoqda tez bo'ladi. String ham o'zi Java 7dan boshlab turib amalga oshirib switch qabul qiladigan qilib qo'ygan. Mana bu narsalar bitta case nechtadir qiymatni qabul qilgani yozib qo'yaylik. Bitta case nechtadir qiymatni qabul qilishi bu Java 14 dan boshlab kiritilgan. Demak Java 8 da ham bo'lmagan bu, Java 11 da ham bo'lmagan. Java 14 dan boshlab case bitta qiymati o'zgarib, mana hozir ish kuni deb yozdik-ku, misol uchun 5 kunda ish kuni aniq biladi. O'sha qiymati demak bitta case nechtadir qiymatni olib uni bitta equals chiqarib beradigan, ya'ni o'sha bitta result chiqarib beradigan qilib Java 14 dan boshlab amalga oshirib ketilgan. Demak, biz if else bloklarini ko'rdik. Prezentatsiyaga qaytaylik. Switchni ko'rib chiqdik hammasini, default qiymatlarini ko'rdik. Mana before switch expression switch case birda true statement, false da case da mana bilan o'sha false, demak defaultda qiymat qaytarib qo'ydik. Savol tug'iladi, unda defaultda nimaga break qo'yilmadi deb. Bu yerga qo'yib ketsa ham bo'ladi, lekin shart emas, chunki default oxirida keladi, lekin bitta joyda bu shart bo'lib qoladi. Misol uchun, xo'p, mana bu yerda birinchi case emasda defaultni berib ketsak, default nima deydi? Default branch not last case. Oxirida bo'lish kerak. Qani oxirida? Oxirida yozgan qonun-qoida shunaqa deydi, lekin defaultni biz boshdan ham yozib ketish mumkin. Xo'p, uni run qilib ko'rganimizda ham, misol uchun 6 bo'lsa, siz birdan aytgacha qo'ymagan sonlarni kiriting. Mana shu yerda breakout tashlasam, demak boshqacha qiymatlar chiqib ketadi hozir.
case 1 2 3 4 5 ga ham kirib ketadi bu. 1dan 7gacha to'pladi va case'ga mana bu qiymatga ham kirdi. Bu yerga break ham qo'yishimiz mumkin. Break qo'yiladi agar default boshda yozilsa. Siz buni chiqardi, lekin default boshda yozilmaydi. Switch qonun qoidasi bo'yicha aytadiki default bridge not last case in switch statementda hech qachon birinchi oxirida emas. Dotda make default the last case ga o'tkazgan deb o'zi bossangiz o'tkazib beradi. Break'ga olib tashlasangiz ham bo'ladi. Chunki default oxirida defaultdan keyin hech qanaqa case yo'q. Shuning uchun ham ko'pchilik joyda ko'rsangiz defaultdan keyin break yo'q ekan deb ajablanib o'tirmang, chunki default hamma case'larning oxirida bo'ladi. Bu switch qonun qoidalaridan bittasi ham quruvchi qursam, quruvchi ham xuddi shunaqa qiymatlarni oladi o'zida.